Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlar hayotiga doir radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni aslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy erkak rahbari Rabiya Qodir xonim Qirg'iziston muavin bosh ministrining Qirg'iziston chegarasida o'ldirilgan Uyg'urlar haqidagi so'zini tanqid qildi. Qirg'iziston chegara amallik kuchlari 23 yanvar Issiqko'l chegara rayonida chegaradan qochib o'tganligi ilgari surilgan 11 nafar Uyg'urni etib tashlagan. 27 yanvar Qirg'iziston muavin bosh ministri To'qan Mamitov amallik kuchlarining harakatini aqlab, doiralarning Qirg'iziston davlat chegarasiga buzg'unchilik qilganlarni bartaraf qilish qarori to'g'ri degan. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabiya Qodir xonim Qirg'iziston muavin bosh ministri To'qan Mamitovning Oliy Kengash yig'inida qilgan bu so'zlarini tanqid qildi. U Qirg'izistonni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va munosabatli xalqaro organlarga arz qilganligini bildirdi. Rabiya Qodir xonim chorshanba kuni radiomizga qilgan so'zida yana Qirg'iziston hukumatini Xitoyga moslashib, Uyg'urlarga buzg'unchilik qilmaslikka ogohlantirdi. U Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Qirg'izistonning mazkur voqeadagi javobgarligini surishtirishga chaqirdi. Beijingdagi ataqli Xitoy yozuvchi Wang Lishun qatorliqlar Ilhom To'xtini qo'yib berishni talab qilib imzo to'plash harakati boshlagan. Uch xatga imzo qo'yuvchilar orasida Xitoy ichki sirtidagi har soha kishilari bor. 30 yanvar payshanba kunigacha uch xatga imzo qo'yganlar soni 1707 nafarga yetgan. Xatga imzo qo'yuvchilarning zo'r ko'pchiligi Ilhom To'xtini shartsiz qo'yib berishni talab qilgan va doirlarning uningga tuhmat atganligini ayblagan. Ilhom To'xtining ayoli Guzal Nur xonimmi doirlarning eriga tuhmat chaplayotganligini ilgari surgan edi. O'qituvchi ziyoli Ilhom To'xti 15 yanvar tutib ketilgandan buyon uningdan uchur bo'lmagan. Bu hafta Chegirsiz muxbirlar tashkiloti va xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq organlar bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Ilhom To'xti haqida uchur berishga chaqirgan edi. Turmidagi mustaqil ma'rifchi Abduvali Ayub delosining yaqinda Urumchi Tangritog' rayonlik adliya organlari tomonidan Qashqarga qaytarilib, tekshirilayotganligi ma'lum. Abduvali Ayub tutib ketilgan 5 oydan buyon hech qanday izderiki bo'lmagan. Uning urug' tuqqanlari Qashqar va Urumchidagi turmalargacha izlab borgan bo'lsa-mu, lekin Abduvalining qayerga qamalganligini bilolmagan. Telefon ziyoratimizni qabul qilgan Abduvalining jiyani Mirshatning bayon qilishicha, 19 yanvar Abduvalining cho'ng akasi Urumchiga kelib, ukasining ahvolini surishtirgan. U Abduvalining Urumchidagi ma'lum turmaga qamalganligini, uning delosining yaqinda Qashqarga qaytarilib, qayta tekshirilayotganligi haqida uchurga erishgan. Mirshatning bildirishicha, Abduvalining cho'ng akasi shuncha tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin Abduvali bilan ko'risholmagan. To'qsu zanjirsimon portlatish voqeasidagi ikki ayol gumondardan birining kimligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, voqeaga chetilgan bu ayol gumondarning ismi Marigul Ismoil. Bu yil 28 yoshga kirgan Marigul To'qsuning Ishcheriq yezisidan bo'lib, ilgari kiyim tikuvchilik bilan shug'ullangan. 24 yanvar Aqsuning To'qsu noyisida zanjirsimon portlatish voqeasi yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu voqeaga 17 kishi chetilgan. Gumondarlardan 6 kishi Xitoy amallik kuchlari tomonidan etib tashlangan. 6 kishi portlash jarayonida hayotidan ayrilgan. Qolgan 5 kishi qo'lga ilingan. Albuki Marigul Ismoilning etib etilgan yoki tirik tutilganligi noma'lum. Xitoy hukumat axboroti chorshanba kuni bosh maqola e'lon qilib, Uyg'ur elidagi atalmish terrorchilarning o'lchamli qurol-yarog'lari yo'qligi, ammo shundaqdimi Uyg'ur elida tinchlik barpo qilishning qiyinlashayotganligini e'tirof qildi. Bosh maqola Xitoyning Xalq gazeti boshqarishidagi Yarishar vaqti gazetida 29 yanvar e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi: Hozirgi kungacha Xinjiangdagi terrorchilar o'lchamli qurollar bilan qurollanmadi. Bosh maqolada yana Uyg'ur elida atalmish terrorlik hujumlarining bargancha ko'payayotganligi, ammo hujumlarda ittifoqlik, birlik kamchil bo'lg'achqa, ularning keng ko'lamli qalaymiqanchilik chiqarilmayotganligi ko'rsatilgan. Maqolada har darajali hukumat doiralari Uyg'ur elining muqimligini saqlashga ishonchini yo'qotmaslikka chaqirib, Xinjiangda mutlaq muqimlik barpo qilish bargancha qiyin bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin bu yerdagi vaziyatdan andish qilishning hojati yo'qligini bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur tili va Uyg'ur tarixini tadqiq qiladigan chet ellik olimlar bag'ancha ko'paymoqda. Bularning biri chexlik Uyg'urshunos
Андрей Клемистер. O 2013 yılı 1880 yıllardan 1940 yıllargacha bo'lgan davrdagi Uyg'urlarning milliy davlatchilik ini va millatparvarlik ideyasi nomli cho'ng ajamlik ilmiy amgikini muvaffaqiyatli yoqlab doktorlik unvoniga erishgan. Doktor Andrey Klemis Ravan Uyg'ur tili bilan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bo'lib, u munolarni bildirdi. Uyg'ur eli Yevro-Osiyo quruqligidagi intayin muhim joy. Jungoga nisbatan aytganda bu intayin sezgir rayon. Jungoda bo'lgan har qanday bir masala Xinjiangda mavjud. Ammo Xinjiangda mavjud bo'lgan masalalarni Jungoning boshqa joylaridan bayqag'ila bo'lmaydi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.